Assalomu alaykum. O'zim shunamandalar. Guruhdoshlar hammasi salomatmi, charchamayapsizlarmi, tinchmisizlar? Mana bu navimiz Bravissimo degan nav. Payvand qilingan bunga. Xullas bugun 6-aprel sanasi 2026-yil. Sofia degan navimiz bor. Xudo xolasa shu navdan mana shu Bravissimo mana shu qanotiga ulasam turibman hozir, xudo xolasa. Mana qalamchani yunib tayyorlab oldim. Mana pindiga. Двойной pindig ekan. Mana bu tomonda pindig bor ekan. Ikki tomonlama. Mana shuni ulaymiz hozir, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. 6-aprel sanasi 2026-yil. Mana bu erta chinav bu. Bismillah, hozir kesib ko'ramiz, xudo xolasa. Mana kombi qatlam shakllangan, mana bemalol ulasa bo'ladi. Ertangi navlik uchun xudo xolasa bunga ulaymiz hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Tassam bo'lib olamiz. Suvdan olib birdan ulash kerak, xudo xolasa. Ikki tomonda pindik bor ekan. Mana. Ana shu holatda bo'lish kerak. Mana hamma e'tibor bersin. Bir yo tomoni tekis bo'lsa bo'ldi, xudo xolasa. Yaxshilab strech plyonka mana. Plyonka bilan. Bismillah. Mana. Ikkilatda aylantirib olish kerak, siqib olish kerak. Bo'ldi, keyin bu yoq plavni shunaqa aylantirib. Tepasidan bitta nam qochmasligi uchun yopib ketamiz, xolos. Bu navimiz Sofia degan, Sofia muskat deydi. Muskatdan ega. Xolisa inshaalloh Buxorolik Anvarjondan kelgan do'stimizdan bizni ko'rayotgan bo'lsa, Anvarjon charchanyapsizmi? Mana sekin ulab bordik, xudo xolisa. Mana shu holatda bo'ladi mana. Sekin boylab boramiz mana. Endi o'zida ozgina kesib olamizda. Har doimgidek shapkacha qilamiz o'ziga. Чтобы quyosh nuridan saqlash uchun. Sen ikki marta o'raysizlar, mana qilib. Sekin boylab qo'yasizlar. Va albatta uni ismini yozishni esdan chiqarmaydi. Mana qo'ltig'ida bachkichada bo'ladi, ularni to'shaymiz. Mana bunaqa malyarniy unaqa bo'ladi. Nima deydi buni otini? Biz quruvchilar ishlatadi buni. O'shanga yozamiz markerdan. Tak, buni ismi Sofia. Sofia muskat. Yozamizda beliga mana shunaqa joyga yozib qo'yamiz. Ertaga adashmaslik uchun. Mana shu holatda mana payvandimiz tayyor bo'ldi. Salomat bo'linglar.